Sonra 99% inson professional tradingni tayyorligini tushunmaydi. Kommentariyaga kirsam agar bunaqa shartlarda hech kim sizga ishlamaydi yoki bunaqa umuman olgan treyderlar bu kishini qo'lida ishlamaydi yoki umuman saviyatsiz gaplar, bunaqa narsalarni yozish uchun qaysi maktabda o'qigan bo'lish kerak? Abdurahmon akaning gapini eshitdinglar. Rostlamni o'ylab qarasalaring, VIP kanal bor, VIP kanal bor, OnlyFansga o'xshaydi. $50 VIP kanalni tekinga qo'shib qo'yadi VIP kanalni. Shaxsan menda 1 yillik statistika bor. 6 oylikgacha so'rashyapti ekan. Yaqinda ko'rasizlar, shu 3 oylikni ham so'rashadi. Chunki 99% odamda 3 oylik statistikasi ham yo'q. Agar hozir boshlaslaring, 1 yildan keyin yeta olasizlar menga. Tushunasizlarmi? Tushunishinglar uchun aytyapman. Ammo o'sha 1 yillik statistika bor. Va niyatim bor uni uzoq muddatli statistika qilish. Bu o'sha man sizlarga aytmoqchi bo'lgan hisob. Hatto hisob raqam va kunlik, haftalik, oylik, 3 oylik va so'rashganda 6 oylik. Hop, mana 9 oylik. 9 oylikda. Pastda ko'ryapsizlar, 1 yilda haftada shuncha odam meni imeni forex kopiyada kuzatadi. Albatta men followers olmayman hech qanaqangi, chunki bu meni statistikam va statistika uchun savdo qilayotgan shotim. Men bu shotda hech qanaqangi rekord qilamiz, bu puldan bu pulga qo'ramiz, kiringlar, shartnoma qilamiz va hokazolar deb odamlar bilan ishlamaganman. Bu shot haqiqiy o'zim uchun isbotlash uchun 2021-yildan beri savdo qilib kelaman, Koreyada o'rganganman. Shuncha yillik tajribam uchun, o'zim uchun odam birinchi navbatda o'ziga dokazat qilish kerak, что qo'lidan keladimi va keyin qolganlar. Shart emas qolganlar dokazat qilish. Imенно mandaqa savdo qilishinglar uchun уже sizlar hozir boshlasangiz yana 1 yil vaqtinglar bor menga yetib olishingiz. 99% odamda rostdan bunaqa narsa yo'q. Yo'q, menda bor degan narsa emas. Faqatgina realniy statistika so'raldi, men statistikani ko'rsatdim.